Hozir bizdan hajga borganlar nima qilyapti? Umraga borgan birodarlarimizni qarang ahvollarini. Bu narsadan haqiqatda umrani ham, hajni ham shouga aylantirishyapti. Bu baraka topkunlar. Borayotgan joyimizni oldin tarixini o'rganaylik. Uhud tog'iga boryaptilar. Uhudda nima bo'lgan o'zi? Bu faqat tepalik-ku bu deydi. Borib kelib ko'z-ko'z qilish qaysironga to'g'ri keladi. Xudodan qo'rqmaysizlarmi, baraka topkunlar? Qilgan ibodating bir tiyin bo'lyapti-ku. Bir kunda 100 marotabaga yaqin telefonimizga qaraymiz. Soat necha bo'ldi? Biror kishi telefon qildimi? Telegramda nima xabar keldi? Instagramda nima gap? O'lim kutilmaganda keladi. Qarabsizki, qiyomat kunida Allohning huzurida turibmiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Bugungi suhbatni qurishga turtki bo'lgan mavzu, men kechagina kunduzda o'qib qoldim. Muftiy hazratlari Nuriddin domlani so'zlarini. Ya'ni umraga borib kelganlar haddan tashqari dabdabaga berilib, riyoga yo'l qo'yayotganlari to'g'risida men juda ham ta'sirlandim. Mamlakatimizda necha minglab odamlar Allohning qarzimizni ado qilamiz deb hajga borishadi, umraga borishadi. Birov biladi, birov bilmaydi. Ya'ni o'zi uchun, ibodat uchun borishadi. Lekin ba'zi bir shou biznes vakillari bu narsadan haqiqatda umrani ham, hajni ham shouga aylantirishyapti. Bu baraka topkunlar, hurmatli aziz ukajonlar, qo'shchilik san'atkorlar, qilayotgan ishlaring umuman hech qaysi romga to'g'ri kelmaydi. Sal o'ylab qilmaysizlarmi? To'ylaringni olyapsan, yo'g'izdan tug'ilgan kunlaringni olyapsanlar. Har xil internetga qo'yyapsizlar, maqtanyapsizlar. Ammo umra bilan, haj bilan borib kelib ko'z-ko'z qilish qaysironga to'g'ri keladi? Xudodan qo'rqmaysizlarmi, baraka topkunlar? Qilgan ibodating bir tiyin bo'lyapti-ku. Bu nimasi bu? Shu o'rinda ba'zi bir ayniqsa daryoni men o'qib turaman. Daryoni ko'proq madaniyat rukuniga kiraman. Madaniyat rukunida umuman madaniyat to'g'risida gap yo'q. Bu baraka topkunlar.